Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar, qarindoshlar, hemşeriler. Allah subhanahu ve taala hammeylerine muş vaktimizni hayırlı kılsın. Allah subhanahu ve taala hammeylerini tilek maksatlarımızga yetkizsin. Allah subhanahu ve taala hammeylerini ulug' mübarek Ramazan iyiga yetkizip, Ramazan iyininki rahmeti, bereketi, şerefiga erishtirsin. Bugungi darsimizning temasi Ramazan iyini qanday kutib olish. Hammanglarga ma'lum, hozir Ramazonga bir qancha kun qoldi. Bu Ramazonning yaxshiliklari, isil fazilatlari, barakatlari oxirgi hayotimizgacha davom qiladi. Bu Ramazan iyi musulmonlar uchun Alloh tarafdan ato qilingan katta ne'mat. Hamda Ramazan kelishdan burun bir-birimizni masalan tabriklash, Ramazonni muboraklash bu shariatda yo'l qo'yilgan. Sahih hadislarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ramazon yaqinlashgan vaqtida sahobalarga xush xabar berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga shunday dedi: "Ja'akum shahrul mubarak." Sizlarga barakatli Ramazon keldi. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga bu oyda ro'za tutishni farz qildi. Bu oyda tubtahu abwabul cennet, ya'ni jannatning eshiklari ochiladi, jahannamning eshiklari taqiladi, haddidan oshquchi shaytonlarga g'ul taqoq silinadi. Bu oyda ming oydan yaxshi bo'lgan bir kecha bo'lib, bu kechining yaxshiligidan mahrum qolgan kishi ko'p yaxshilikdan mahrum qoladi. Ramazon hadis sharifda bayon qilingandek nihoyatda barakatlik. Allah'ның bereketi, Allah'ның rahmeti, Allah'nınki tecellisi bütün ziminga taraydıgan. Allah subhanahu ve taala gündüz ro'za tutib, kechida qiyamda turib, o'zining kitobini tilovat qilgan bu kishilarga ko'p yaxshilik ato qilgan shunday bir isil oy. Shuningdek Ramazon bir isil mehmon. Ya'ni har qanday mehmon keladigan, mehmonning ba'zida kelishidan ketishi tez bo'ladi. Ramazon kemmide vay Ramazan'a 10 gün kaldı, 5 gün kaldı deyimiz. Ramazan kirgendiğin keyin Ramazan'a 5 oldu, 10 oldu deyimiz. Gözünü yumup açıkça Ramazan iyimi çıkıp gidiyor. Şuna bu Ramazan'dan ibaret bu isil mehmanını öz layıqıda izzet ikram bilen kütübiliş gerek. Şunun için biz bu mehman kelişten burun tayyorlik qilishimiz gerek. Yukarıda aytgandek mehmanning kelish tiz bo'lganda ketishim tiz bo'ladi. Bu Ramazan'dan ibaret bu hürmetlik isil mehman ketishdan burun biz Allah uchrashgan vaqtida Allah bizni xursand qildigan taat, ibadat, yaxshi amallarni ko'plab qilib olishga tirishchilik qilishimiz kerak. Her bir Müslüman Ramazan iyini en güzel şekilde bir kutib olish kerak. Kişilerin Ramazan iyini kutib olishi o'xshamaydi. Bazı kişiler Ramazan'da kutib olish uchun yemek, içmek, tatlı durum, soğuk içimlik degandek şu uyni yemek, içmek ambirga aylandirdi. Yani bu Ramazan iyi degende qanchalik ko'p israf bo'lmaydi, qanchalik yesak bo'ldi. Ba'zi kishilar Ramazonninki nayt bu qimmatli vaqtini turli ko'ngil ichish yoki ko'p qismli televiziya filmlari degandek mushundaq narsalar bilan vaqtini o'tkazadi. Bo'libmi Arab davlatlarida Ramazon kelsa, kishilarni shu tarovihdan, Qur'on tilovatdan qoldirish uchun ko'p qismli qaynar filmlarni Ramazonlik film, Ramazonga loyiq tayyorlagan deb mushundaq ozdirdigan ishlarni qiladi. Yana nurg'un kishilar bor, Alloh subhanahu va taolo ularni bu muborak oyga muvaffaq qilgan, bu oydagi turli taat, ibodatlarga muyassar qilgan kishilar bo'lib, bular Ramazon oyiga tayyorlik qiladi. Ko'ngillarda turli yaxshi ishlarni vujudga chiqarishni planlaydi. Men Ramazonda manda ishlarni qilaman. Qur'on tilovat qilish, zikr, tasbih, kechilik namoz, ehtiyojli kishilarga yordam berish, ilm, ma'rifat so'rovlariga berish degandek o'zininki Ramazonlik vaqtini bir tartiblaydi. Ba'zi kishilarning hamda Ramazonda qiladigan bu ishlari ko'p bo'lganlikdan vaqt yetishmay, o'zining planlagan ishlarini o'rindashdan burun Ramazon yetishib qoladi. Şuna Ramazan iyi kirishdan burun yaxshi tayyorlik qilishimiz va Ramazan iyini yaxshi kutib olish va Ramazan iyidan to'liq bahramand bo'lishga tirishishimiz kerak. Chunki Ramazan degan bu bir madrasa, ruhoniy maktab. Bizning ruhimizni tarbiyalaydi, qalbimizni temizlaydi va bizni shu Ramazondan keyinmi yana bir Ramazongacha, balki oxirgi hayotimizgacha Alloh subhanahu va taologa qanday shaklda amal ibodat qilishni ta'lim berdi. Yana bir hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytgan, Ramazon oyining avvalgi kechisida shaytonlar
ve serkeş cillağa koyuzu kişensilinido, dozaqning ışıkları takılıdo, onundan hiçbir ışık içilmaydı. Cennetning ışıkları içilido, onundan hiçbir ışık takalmaydı. Yunadi munadin, yani bir çaqırgıcı deydi, ey yaxşılıqni talep qilg'uchi aldırgın, ey yamanlıqni talep qilg'uchi to'xtag'in deb chaqirdi. Allah subhanahu ve taala Ramazanning her kechasida do'zaxdan nurg'un kishilarni azod qiladi. Payg'ambar alayhissalomning yani yuqorqi hadisda aytgan yaxshilikni talab qilg'uchi aldırg'in degan so'zi, sen yaxshilik faslini kutib olding. Bu taat ibodat mavsumi. Buningga bek aldırg'in, bek yiris bo'lg'in. Bu katta fursatni zoya qilib o'tishdan hazar aylagin. Bu yaxshilikni ko'p foyda oladigan mavsum. Bu mavsumda qilingan tijorat, foyda oladigan tijorat, bu vaqt ketib qolsa qayt kelmaydi, vaqtni ching tutgan degandan iborat. Ey yomonlikni talab qilg'uchi to'xtagan degan so'zningki ma'nosi bundaq isil, barakatli mavsumda yomonlik qilish, ozg'unlikni davomlashtirish, galvonlikni ishib ketish va yomonlikni chekdan oshirish bu loyiq bo'lmaydigan ish. Ya'ni aql parasti va hushyor odam uchun bu fursatni yomonliklar bilan yoki yaxshi ishni qilmay o'tkazib o'tish to'g'ri bo'lmaydi. Shunga mushundaq isil bir mehmon, isil mavsum kelish oldida Allohga yuzlanishga dili harakat qilmagan, qilmishiga pushaymon qilib, tövbe qilishga aldirmagan kishining dili hamda qachon harakatlanadi. Yana hadisning oxirisida payg'ambar alayhisalom aytdi, Alloh subhanahu va taolo Ramazonning har kechasida do'zaxdan nurg'un kishilarni azod qiladi. Biz bu hadisni anlagandan keyin Alloh subhanahu va taolo azod qiladigan kishilardan bo'lish uchun barliq imkoniyatimiz bilan tirishchanlik qilib, Alloh taoladan o'zimizni jahannamdan azod qilishni so'rab, mushu buyuk va'da katta erishish uchun Allohning tarafiga yuzlanishimiz kerak bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarni jahannam azobidan yiroq qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlarni shu Ramazonda o'zining fazl rahmati bilan do'zaxdan azod qilinib jannatga kiradigan kishilarning qatoridan qilsin. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom aytgan, bu Ramazon oyini sabrchanlik oyi deb sifatlab, sabrchanlik oyining ro'zasi va har oyda 3 kun ro'za tutish yil bo'yi ro'za tutganning o'rnida bo'ladi. Hamda Allah subhanahu wa ta'ala bu Ramazon oyini sabrchanlik oyi deb sifatladi. Buning ma'nosi musulmon uchun bu oyda katta bir fursat bo'lib, bu oyda o'zini turli ishlarga sabr qilishga odatlantirdi. Taat ibodatga sabr qilish, gunoh ma'siyatga sabr qilish, ya'ni gunoh ma'siyatdan o'zini to'xtatishga, Allohning bekitgan o'rinlashtirishiga sabr qilish qatorliqlar. Hamda Ramazon bu sabr qilish mavsumi. Alloh subhanahu va taolo sabr qiluvchilarning ajr savobini hasilab beradi. Musulmon mushu oyninki birinchi kechasidan boshlab o'zini sabrga odatlantirishi, taat, ibodat, zikr, tasbih, Qur'on tilovati, namoz, roza, inodan boshqa Allah subhanahu va taolo bandalarga buyurgan ishlarning hammasiga chidamchan bo'lishi kerak bo'ladi. Yana hamda Ramazonning kunduzida biz necha vaqtdan beri ko'ngan, odatlangan, ya'ni normal yemek içmek, aile münasebeti qatorliq hamma ishlarni tark qilish va mushu ishlarda Allohga itoat qilish niyati bilan sabr qilish kerak bo'ladi. Chunki Allah subhanahu va taolo normal vaqtda durust bo'lgan bu ishlarni Ramazonning kunduzida chekladi. İnsan bununla adetlengen vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala haram qilgan narsalardan bütün hayotida cheklanadi. Ve Allah'ninki buyrug'iga xiloflik qiladigan, osiylik qiladigan bundaq ish bu musulmonda asosan ko'rilmaydi. Ramazon oyida o'zini sabrchanlik bilan tarbiyalagan kishi bu oy chiqib ketgandan keyinmi sabrchanlikni davomlashtirdi. Ramazon oyi tugab ketib qolsa, bu bütün fazilat tugab ketamdi, undaq bo'lmaydi. Chunki Ramazonning Rabbi bo'lgan Alloh boshqa oylarning Rabbi. Bu oyning barakati va yaxshiligi, ya'ni o'zini Ramazonda tarbiyalagan kishi uchun oxirgi hayotigacha davomlashadi. Hayotning hammasi shunday barakatlik, yaxshilik bilan o'tadi. Chunki u kishi o'zini sabr ko'ndadi. Bu katta mavsumda sabr qilish bilan yashadi. Musulmon hamda mushundaq muborak vaqtda sabrchanlik bilan zinatlanmasa, sabrni o'ziga mujassamlashtirmasa, qachon sabrchanlik bilan zinatlanadi, qachon sabrni o'ziga mukammal o'rinlashtiradi.
Hem Peygamber aleyhisselam Ramazan iyini berketlik ay deb sifatladi hadisda. Mushu ayning berkiti Ramazan iyi kirgandan keyingi her bir minut, saat, kun, hatta Ramazan chiqib ketkichi bo'lgan hamma vaqtni o'z ichiga oladi. Ramazanning har bir minut vaqtlari bereketlik. Bu ayda bereket ko'p, yaxshilik ko'p va nurg'un ortiqchiliklar bor. Peygamber aleyhisselam hadisde aytgan bu ayda cennetning eshiklarining ochilishi, do'zaxning eshiklarining taqilishi, sarkash kishilarni ozdiradigan gadankash shaytonlarga kishan saqoq silinishi, bularning hammasi mushu Ramazon oyiga xos bo'lgan bereketning qatoridan. Ramazan oyidan boshqa oylarda jannatning hamma eshiklari ochilib, birisimi taqilmaydigan, do'zaxning hamma eshiklari taqilib, birisimi ochilmaydigan sarkash shaytonlarga kishan taqoq silinib, ularning hech biri insonlarga aziyat yetkazolmaydigan ishlar bo'lmaydi. Bu ishlarning hammasi Ramazon oyiga xos bo'lgan ishlar. Mushu bereketli ishlarning hammasi insonning himmatini oshiradi, irodasini jonlantiradi, taat ibodat bilan Allohga yuzlanishini chuqurlashtiradi. Biz bu ayning yaxshiliklari, xususiyatlari, ortiqchiligi o'rni to'g'risida so'zlab kelsak, bu bir soatda tugamaydi. Shuning uchun biz mushu ayni kutib olish uchun qanday qilishimiz kerak degan hamda asosli temaga kelamiz. Bu to'g'rida muhim bo'lgan bir qancha nuqtalarni bayon qilib o'tamiz. Birinchisi, biz mushu ayning kelishi bilan xursand bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni mushu muborak oyga yetkazganligiga Allohga ko'p hamd sano aytamiz. Chunki nurg'un kishilar o'tgan yil Ramazon oyini kutib olgan. Balkim bir qancha haftalar ilgirmi Ramazon oyiga yetolmasdan dunyodan ketdi. Ular Ramazon oyiga yetishga bak ishtiyoq bog'lagan. Belkim bizden yani kimler bu ayga yetalaydi yoki kimler bu ayda to'liq ro'za tutib Ramazonning to'liq rahmat bereketlarga erishidi, buni Alloh o'zi biladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo mushu ayga yetkazish bilan izzat ikrom qilgan, ne'mat ato qilgan mu'min Allohning o'zini mushu muborak ayga yetkazganligiga ko'plab hamd sano aytib, Alloh rozi bo'ladigan amallarni ko'plab qilish kerak. İkinci hem de bu ayni barliq günah, xatolikdan sap bo'ladigan samimiy tövbe bilan kutilishimiz kerak. Chunki bizning hammamiz xatolashuvchi. Bizdan turli kamchilik, xatolik, isrofchilik, mol dunyoni zayo qilib o'tish, vaqtga sal qarash va shuningdek ba'zi ishlarga rioya qilmaslik degandek nurg'un xatoliklar bo'ladi. Shon Payg'ambar alayhisalom hadis sharifda kulli bani adama xatta'un va xayrul xatta'ina at-tawwabun. Adem avlodlarning hammasi xatolashuvchilarning eng yaxshisi tövbe qiluvchilardir. Adem avlodlari ulardan kamchilik, xatolik sodir bo'ladi, lekin ularning eng yaxshisi tövbe qiluvchilardir. Alloh subhanahu va taolo bandalarning samimiy tövbesini qabul qiladi. Samimiy tövbe uchun 3 turli shart to'liq bo'lishi kerak. Qilgan xatoliklarga pushaymon qilish, o'tgan xatoliklarga qaytmaslik irodasi kelish va ilgirki xatoliklardan to'liq qo'l uzish. Mushu 3 shart bilan tövbe qilsa, xatolikdan to'liq qo'l uzsa, bundan keyin bu qilmishiga hargiz qaytmaslik irodasiga kelsa, ilgari sodir bo'lgan xatoliklarga pushaymon qilsa, Alloh subhanahu va taolo bu kishining tövbesini qabul qiladi. Ba'zi olimlar bu 3 xil shartga yana bir shartni qatqar, u bo'lsa-mu xatolik va gunoh kishilarning haqqiga aloqador bo'lib, ularning haq huquqlariga tajovuz qilib, mol-mulkini ilib olgan bo'lsa, 4-chi shart haq huquqni yoki mol mulkni o'z egasiga qaytarish, ularning haqqini ado qilish, ulardan halollik so'rashdan iborat. Nurg'un kishilar Ramazon oyida Allohning xatoliklarni mag'firat qilganligi va tövbe qilsa Allohning tövbesini qabul qilganligini bilib turib, yana o'zining qilmishini o'zgartmaydi. Alloh bularga hidoyat qilsin. Allohning haqqiga sal qaragan, kamchilik sodir qilgan va haqni zayo qilib o'tgan inson mushundaq muborak vaqtda Alloh subhanahu va taologa tövbe qilish uchun harakatlanmasa, qachon harakatlanadi? Mushu ulug' ayda bu odamning iymon, vijdon tuyg'ulari tavrimasa, qachon tavraydi? Alloh subhanahu va taolo hammalarni barliq gunoh xatolikdan samimiy tövbe qilib muyassar qilsin. 3-chi, mushu oydagi farz ro'zini to'liq ado qilishga tirishish kerak. Va shundaqla Ramazon oyininki vaqtini chang tutish kerak. 4-chi, Alloh subhanahu va taoloni ko'p zikr qilish kerak. Yana ro'za bilan birga tilimiz bekor bo'lmaslik kerak.
Payg'ambar alayhisalomdan eng katta ajrga erishadigan ro'za tutquchi qaysi deb so'ragan vaqtida payg'ambar alayhisalom Allohni eng ko'p zikr qilguvchi degan. Beshinchisi, payg'ambar alayhisalomning Alloh taologa ishinib, savob umid qilib ro'za tutgan kishining ilgirki gunohlari afu qilinadi degan bu hadisni o'zimizning amaliyatimiz orqali isbotlashimiz kerak. Ya'ni hadis sharifda men sama ramazana imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya'ni shu Allohga ishinib, savob umid qilib ro'za tutgan kishining ilgirki gunohlari mag'firat qilinadi. Biz ro'zani, ya'ni ota-onam tutgan ya shulardan o'rgangandim yoki shu biz Uyg'ur millati ro'za tutganmiz deydigan emas, balki bu Alloh subhanahu va taologa bir ishonish, Allah buyurgan ibadat. Buni qilsak Allah bizga savob umid qiladi deydigan ishonchi bilan shundaqla Allah subhanahu va taoloninki ro'za tutquchilarga berishni va'da qilgan va'dasiga ishonish va Allohdan savob umid qilib shu holatda tutsak nayt ko'p ajr savobga erishimiz. Shunga Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadis qudusida Allah subhanahu va taolo aytadi: "As-sawmu li", ya'ni Allah subhanahu va taolo deydi, ro'za men uchun. Bendem mening roziligimdan uni izlab ro'za tutdi. Ro'za tutquchining mukofotini men o'zim berman. Bu yerda boshqa amal ibodatlar, to'g'ri hamma amal ibodatning savobini Allah subhanahu va taolo o'zi beradi. Ammo ro'za Allah bilan bandining o'rtasidagi bir siri hikmat. İnsanning ro'za tutgan yoki tutmaganligini Allah o'zi biladi. İnson o'zining qalbidagi iymon, vijdon, Alloh bo'lgan ishonish orqali buni ifodalaydi. Bo'lmasa bir odam yozning issiq kunlarida usab qolgan, qo'rsig'i ichib qolgan vaqtida hech kim ko'rmaydigan yoki ichki uyga kirib, qo'shqin to'yg'izab chiqib, og'zini surtib olsa, hech kim buni tutmaydi. Ammo bu odamdagi Allohning qo'rqish tuyg'usi, Allohga bo'lgan iymon, Allohning bergan va'dalariga ishonish, haqiqiy ishonch bo'lganlikdan samimiy ro'za tutadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo ro'zadorlarningki mukofotini o'zi beradi. Shunga payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda ro'za tutish uchun xursand bo'ladigan ikki vaqt bor. Biri iftor qilgan vaqti, yana biri Robbiga uchrashgan vaqti. Ya'ni ro'za tutquchi qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bilan uchrashganda naytba xursand bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ro'za tutquchilarga katta ajr savoblarni tayyor qilish bilan birga ro'za tutquchilar jannatga kiradigan Rayyan deb atiladigan ayrim bir eshik tayyor qildi. Bu eshikdan faqat ro'za tutquchilar jannatga kiradi. Ular kirib bo'lgandan keyin bu eshik taqiladi. 6-si Ramazon oyida taqvodorlikni amaliylashtirish kerak. Chunki Ramazon ro'zasiningki yo'l qo'yilishdagi eng asosli nuqta nima desa taqvodorlikni yetildirish. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya'ni ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirki ummatlarga Ramazon ro'za farz qilingandek sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Bu ro'za ilgirki ummatlarga farz qilingan. Hamda bizning asosliq Ramazondagi eng qimmatli vaqtimiz qaysi desa, Allohga bo'lgan taqvodorlikni ziyoda qilish. Ramazondan iborat bo'lgan bu madrasa maktabdan Allohga haqiqiy taqvodorlik qiladigan, Allohning buyrug'ini to'liq ado qiladigan, Allohga itoat qilishni davomlashtiradigan mushundaq bir go'zal odatni yetildirib chiqishimiz kerak bo'ladi. 7-si Allohning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimga pek ahamiyat berish kerak. Ramazon oyining xususiyatlari va alohidliklaridan biri bu oyda Qur'oni Karim nozil qilingan. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqan." Ya'ni Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayirguvchi ro'shan kitobdir. Ammo shu muborak oyda Qur'oni Karim nozil bo'lgan. Jibril alayhisalom Ramazon oyida payg'ambar alayhisalomning yoniga keladi, Qur'oni Karimni dars qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhisalomga Qur'on tanishtirdi. Biz bu muborak Ramazon oyiga kirish oldida turyapmiz. Shuning uchun qalbimizni poklab, güzel yangi bir sahifalarni ichib, Alloh subhanahu va taoladan mushu Ramazonningki rahmat, barakat va manfaatlari, ajr savoblariga to'liq erishtirishni tilab, Allohga duo qilib, Ramazon oyini sog'lom qalb bilan kutib olsak, inshaalloh
Allah subhanahu ve taala bizlarni bu o'zi va'da qilgan katta mukofotlarga erishtirdi. Allah subhanahu ve taala bizningki o'qigan Qur'oni Karim tilovatlarimiz, darslarimiz bularning hammasini bizga manfaat qilib berishni Allohdan so'raymiz. Allah subhanahu ve taala bu amallarni hammalarning yaxshilik mezonimizga qilgay. Buni balki bizning manfaatimiz uchun qiyomat kuni hujjat qilib bergay. Bizlarni mushu ulug' oyga yetkazishni Allohdan so'raymiz. Ramazon oyidagi va boshqa vaqtlarda qilgan barliq amallarimizni xolis o'zining roziligi uchun va payg'ambar alayhisolamning sunnatiga muvofiq qilishni so'raymiz. İşimizning tutquchi bo'lgan dinimizni yashaydigan dunyomizni qaytadigan joyimiz bo'lgan oxiratligimizni isloh qilishni, yaxshiliklar uchun hayotlikni bizga ziyoda qilib berishni, yomonliklarga qaramasdan o'limni bizga rohat qilib berishni Allohdan so'raymiz va Alloh subhanahu va taoladan bizning avlodlarimiz, yosh qiz o'g'illarimizni mushundoq yaxshilikqa bahramand qilishni so'raymiz. Alloh subhanahu va taoladan farzandlarimizning qalbiga Qur'oni Karimga bo'lgan ishtiyoq, Allohning tarafiga yuzlanadigan, Allohning mushundoq muborak oylarini qizg'inlik bilan kutib oladigan, bu oyni kunduzi roza, kechasi Qur'on tilovatlari bilan o'tkazadigan mushundoq ruh, tushuncha ang ato qilishni so'raymiz. Alloh subhanahu va taoladan her birimizningki qiyinchilik, sıkıntılarımızı mushu ulug' oyning barakati bilan ko'tarib o'tishni Allohdan so'raymiz. Kasal bo'lib qolgan, salomatligi yaxshi bo'lmagan barliq qarindoshlarimizga Alloh subhanahu va taoladan ajil shifolik tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo hamma qarindoshlarimizni mushu ulug' muborak Ramazon oyiga yetkazsin. Ramazon oyininki ro'zasini tutib, Alloh rozi bo'ladigan shaklda amal ibodatlarni qilishga muyassar qilsin. Shuningdek, vatanimizda Alloh buyurgan amallarni qilishdan cheklanayotgan, cheklimiga uchrayotgan, zulm uchrayotgan qarindoshlarimizni Ramazonning barakati, rahmati va Ramazonningki sharaflari, ajr savoblaridan Alloh o'zi bahralandirsin. Alloh ularga o'zi osonlik bersin. Alloh subhanahu va taolo ularning bilib bilmay qilgan xatolik, kamchiliklarni afv qilsin. Ularning ichida vafot bo'lganlar bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ularga o'zining lutfi, rahmi bilan muomala qilsin. Ularning xatoliklarini afv qilib, darajasini ustun qilsin. Shundaqla bizlarning vafot bo'lib ketgan ota-onalarimiz, ustozlarimiz va bizda duo haqqi bo'lgan barliq qarindoshlarimizning Alloh xatoliklarini mag'firat qilsin, darajasini ustun qilsin. Alloh firdavsul jannatga yetkazsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.